Xo'p, mana hozir tugatadigan joyimizga yetib keldik. Endi mana tugatadigan joyimizni poleskamizga ikkita dona xrustal o'tkazib to'qib olamiz. Mana ko'chukni simon qilgan diskamizdan poleskamizdan o'tkazib olib, to'qib olamiz. Mana va mana to'qishda davom etamiz. Poleskamizga 3 ta xrustal o'tkazib uchta xrustal o'tkazib mana to'qib olamiz va to'qishda davom etamiz. Ikkita xrustal olamiz. Mana to'qish qiyin emas, oson. Xuddi mana shu yo'nalish bo'yicha to'qib boraveramiz. Demak, mana to'qib oldim. Ikkala tarafini ham bir xil qilib to'qib olamiz. 12 qator qilib to'qiymiz. Sizlar bilan 12-qatorda ko'rishamiz. 12 qator qilib ikki tarafini teng qilib to'qib oldim. Endi hozir biz mana yon qismini yopamiz. Hozir boshlaymiz yon qismini yopishni. Demak, misol oxirida mana to'qib kelgan joyiga oxiri qoladi. O'shanda mana tepadagi leskamizga ikkita xrustal o'tkazib to'qib olamiz. Mana va mana o'tkazib to'qib olamiz. Demak, mana endi hozir poleskamizga bitta xrustal, poleskamizga ikkita xrustal o'tkazib to'qiymiz. Demak, bitta leskamizga mana bitta, ikkinchi leskamizga esa ikkita. Va ikkinchi leskamizdan xrustalimizni o'tkazib mana to'qib olamiz. Mana to'qib oldik. Endi mana bunga birlashtiramiz. Hozir poleskamizga bitta xrustal o'tkazamiz. O'tkazib va mana leskamizni mana bu xrustalimizdan o'tkazib olamiz. Mana va endi bu leskamizdan yana bitta xrustal o'tkazib leskamizni bundan o'tkazib to'qib olamiz. Mana shunaqa qilib yog'ini birlashtirib olasizlar. Demak, yana bu leskamizni bundan o'tkazamiz. Mana o'tkazamiz va ikkita xrustal o'tkazib olamiz. Ko'rcho'simon qilamiz endi, chunki bu yo'lni boshlab oldik. Orada ko'rcho'simon qilib to'qimasak, bo'shashib chiqadi sumkamiz. Mana qattiqlashdi. Mana endi keyingisiga o'tkazamiz. Mana birlashtirib olamiz. Endi mana bu yoqqa o'tkazib leskamizni va mana bu yoqdan o'tkazamiz. Mana o'tkazamiz va bitta xrustal o'tkazib to'qiymiz. Mana shunaqa qilib mana bu yoqgacha, mana mashitgacha to'qib olamiz.
shu buyog'iga oddiy to'qib ketsaydi bo'ladi. Chunki qaytarib qotirib olishimiz bor. Mana. Endi buni uzilib ketmasligi uchun qaytarib tiqib chiqamiz. Mana shunaqa qilib hammasini qaytarib chiqamiz. Adresimiz izlashimiz. Mana. Tepi bo'ldi. Endi bu yonini ham shunaqa qilib, hozirdagiga qilib yopib olamiz. Demak, mana to'qib bo'ldim. Mana ikki yon tarafini o'sha to'qib bo'ldim. Mana. Endi buni qanaqa qilib o'rtasini belgilab olib, mana tom qismini to'rtburchak qilish niyatimiz. Xo'p. Mana endi biz hozir kerakli jelezkamizni kesib olamiz. Hozir biz endi sanaymiz. Mana bu yoqdan 3 ta, bu yoqdan 3 ta. Mana orasi ochiq ko'rasizlar. 1 mana 1 2 3 3 ta to'xtaymiz. Va mana 1
2 3 mana 3 to'xtaymiz. Demak biz mana ikkinchi tepasiga o'tib olamiz. Mana ikkinchi tepasiga o'tib olamiz va shuni to'g'risi bo'yicha shunday qilib qo'limiz bilan yurg'izib chiqamiz va mana boshi. Endi mana boshi mana 3 burchak qilib bo'shab turibman ko'rayotganinglar. Endi bu yog'idan sanaganimizda 1 2 3 4 5 6 7 va mana 8. Xo'p, bunisini 3 burchagini belgilab olamiz. Ochib adashib ketmasligi uchun mana reskamizni olib belgilab olamiz. Mana belgilab oldik. Endi mana bu yoq tarafini bilishimiz uchun bu yoqdan sanaymiz. Mana belgilab olgan tarafimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 mana 8 ni usha olamiz deb 8 dan bundoq ushab tushamiz. Qani qaysi biriga to'g'ri keladi? 8 dan ushab tushamiz va mana ko'rganinglardek mana bunga ushab tushdik. Mana ko'rganinglardek bu yoqdan 3 tani tepasi ko'rdinglar? Mos keladi. Ya'ni shunaqa qilib belgilab olib mana bundoq qilib to'qishni boshlaymiz oxirigacha. To'qishni boshlab olamiz. Demak, tesklarimizni birlashtirib olamiz. Tesklarimizni birlashtirib olamiz. Mana va bu leskamizdan ikkita xurstal o'tkazib to'qiymiz. Mana ikkita xurstal o'tkazib to'qib olamiz. Mana shunaqa va yana bu yoqqa o'tkazib olamiz. Mana yana ikkita xurstal o'tkazib to'qib olamiz. Mana ikkita xurstal o'tkazib to'qib olamiz. Mana sanash esingizdan chiqmasin. Mana sanash esingizdan chiqmasin. Mana 1 2 3 4 5 ta. Yana 3 ta qoldi. Mana ko'zi burchak bo'lib turibdi. Va mana 8-sida bu durumzadan va bu durumzadan o'tkazib olamiz. Mana bu xurstalimizdan va mana xurstalimizdan o'tkazib to'qib olamiz. Mana ana shunaqa qilib boshlab oldik. Endi bu tana primoyimda ketganda
o'zi oxirisida ham o'zi chiqadi 8 ta bo'lib. Demak, biz hozir qancha to'qishimiz kerakligini bilib olishimiz kerak. Hop, 1 2 3 4 5 6 7. Mana keltirganda 1 2 3 4 5 6 7. Demak, buni ham mana 3 ta sanab olganimizda omadga chiqamiz va mana demak mana 1 2 3 4 5 6 7 ta. O'ntani sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta mana. Demak mana 10 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 o'shanda 10 ta qator to'qib olar ekanmiz. Qator to'qib olamiz. Sizlar bilan yarmida ko'rishamiz. Hozir sizlarga endi mana orada mana leskamiz kam qoldi. Leskani tugatib, qanaqa qilib bekitdan boshlashni o'rgataman. Hozir mana leskamizni bu burchagimizga taqib olamiz. Qaysi joydan, bu joydan to'xtagan edi. Leskaga kam qolgan bo'lsa, mana shunaqa usulda tugatib olasizlar. Mana hozir ikkita leskamizni o'tkazib, kruchosmon qilmasdan oddiy o'tkazib olaman. Mana yana keyingisiga ham mana kamida 4 ta 5 ta
Kamida 4 ta 5 ta qator to'qib olgandan keyin o'sha orqaga qaytish qilamiz. Mana to'qib olgandan keyin endi orqaga qaytamiz. Leskam shuncha qoldi. Mana endi orqaga leskalarimizni o'tkazib chiqamiz. O'sha 4 ta 5 ta qatordan o'tkazib olamiz va ortiqcha leskamizni kesib tashlaymiz va leskamizni yana kesib olib, yangi leska kesib olib, yangi qatordan o'sha boshlab to'qib ketamiz. Mana yangi leska kesib olib, yangi qatordan mana tugagan joyidan boshlab yana dalsha to'qib ketamiz. Hozir leskalarimizni teng qilib birlashtirib olamiz. Mana shunaqa qilib oxirigacha to'qib olamiz. Qolgan qismini oxirigacha qilib to'qib olamiz. 10 qatori to'qib olamiz. Mana bitirib oldik, to'qib oldik. Endi oxirgi joyi yopishi qoldi. Hozir mana yana kurchosimon qilmasdan oddiy usulda to'qib ketyapmiz. Leskalarimizni orqaga qaytarish uchun. O'shanda uzilib ketmaydi, mahkam bo'lib turadi. Hozir shunaqa qilib orqasiga qaytarib chiqasizlar. Mana to'qib oldim. Endi oshiqcha joyini kesib tashlaymiz. Mana sumkachamiz ham bitta. Endi buni yopilishini ko'ramiz. Mana yopilishi. Mana yo'llari.
Bu mana oxirgisini to'qiyapmiz va shuni to'qib olgandan keyin bu yondagi leskalardan yonidagi xrustallardan o'tkazib olib leskamizni mana va orqaga qaytarib tiqib xrustallardan o'tkazib to'qib olamiz. Mana tugatib oldik. Endi leskalarimizni ortiqchasini kesib olamiz. Shu bilan mana sumkachamiz tayyor. Mana ko'rishingiz mumkin. Tepkisi chiroyli chiqdi. Yopib ko'ramiz. Mana yopilishi ham juda ham chiroyli, yaxshi. Mahkam, qattiq. Qarang, sumkachamiz sizlarga yoqdimi?